Hammaga assalomu alaykum. Ismim Temur Alixonov, yosh, faol ijodkorlardan bittasi va blogerlik olamida bir nimalar qilib yurgan yigitman. Xullas, bugun maxsusan nima uchun? Chunki bugun biz Hafiz do'stimiz Kunduziyni to'ydan to'g'ri video rolik yozyapmiz va bugun to'ylarga oid bo'lgan Shovqin loyihasida 10 ta savollarga bugun xudo xolisa javob beraman. Men tayyorman, sizlar tayyor bo'lsanglar, boshladik. O'zbek to'ylarida sizga eng yoqadigan narsa, birinchidan bu uzoq kutilgan oila uchun bayram, yaqinlar, diydor va eng asosiysi 2 yoshni baxti. O'zbek to'ylari to'g'risi o'ziga xos, unikal, bu fenomenal tushuncha va o'zbek to'ylari kimdir aytadi, biz juda ko'p rasxod qo'ramiz deydi, u qilamiz, bu qilamiz va hokazo. O'zbekga to'y yarashadi. Nima qilsin? Tekin ovqat bilan tekin ichimlik bo'ldi. Meni eng yaxshi ko'rgan narsam bu juda bir foydali tadbir bor to'yda. Ya'ni kelinni uyiga kelib turib, mana panisni olib, panis bilan bunaqa urib, короче, shovqin qilish kerak. O'sha men eng yoqtirgan narsam, o'ylaymanki, bu dunyodagi eng kerakli narsa. Hazil. Eng yoqtiradigan постоянно mana shu o'zimizning millatimizda naqa bor-ku, kayf qilamiz, o'ynaymiz, maza qilib, miriqib, dakancha o'ynaymiz, o'shanisi yoqadi. To'yxona. Agarda siz bizning qudratimizga shubha qilsangiz, biz qurgan to'yxonalarga boqing. Menga yoqadigan narsa ovqatlari va ba'zida qo'shiqlari. Men eski qo'shiqlar chiqib qoladi-yu, o'shalarni yaxshi ko'raman. Nuriddin Haydarovlar, kel, o'shalar bosqichga ketadi lekin. To'ylarda bilmayman-ku, lekin Reels'larda menga o'zbek to'ylarini ko'rish yoqadi. Ayniqsa tort kesish seremoniyasini, o'sha qiziq narsalar bo'ladi, o'shanisi yoqadi. Menga to'y yoqmaydi. O'z to'yingizga qancha pul sarflamoqchisiz yoki sarflagansiz? Короче, men bitta reklama ko'rdim. Qaysidir rooftop tepada 250 ta odamga qiladigan restoran bor ekan, i ular $15,000 qiladi ekan. Men o'ylayman $15,000 to'y uchun это norm. 10,000 dan 20,000 gacha. Ha, meni to'yim bo'lgan, taxminan shu 5-6 ming atrofida ketgan o'rtacha. Примерно $20,000 o'rtacha ketgan, adashmasam. Mebel boshqa narsalar bilan. Men o'zimni to'yimga $5,000 pul sarflaganman va $5,000 dan boshqa umuman bir tiyin ham pul sarflamaganman. Qolgan taxminan 10,000 12,000 atrofidagi rasxodlarim hammasi o'rtoqlarim tomonidan to'yana bo'lgan. Qaysidir o'rtog'im mashinani ko'targan, qaysidir o'rtog'im artistlarni ko'targan, qaysidir o'rtog'im kostyum shimimni ko'targan va hokazo. Shuning uchun ham do'stlarni boriga shukr. Bilmayman qancha pul ketadi. Endi qancha kam ketsa shuncha yaxshi. No, как minimum $100,000. Tezlarga qo'yishinglar. Ja, unaqa hashamatli qilish niyatim yo'q, chunki to'y bir kunda o'tib ketadigan narsa, undan keyingi hayot muhimroq. Men to'yimga hamma narsasiga boshidan tadbir oxirigacha fotosessiya hammasi ichida xullas 9,600 mi shunaqa atrofida ketgan, 10 ga bormagan. Shunaqa. Sarflaganim haqida hech qatda aytmayman. Sarflamoqchi bo'lganim esa bu to'g'ridan to'g'ri ga bog'liq bo'ladi. Menimcha qancha sarflashimizni, chunki menga bir 5-6 ta odam kelib bo'ldi, qolgani endi уже Xudolar tarafga murojaat qilaverasizlar. Men o'zimni to'yim 60 kishilik o'tgan. Xuddi mana shunaqa 60-70 kishi bilan o'tgan. Pul где-то 6,000 mi ketgan, 6,000 mi, 6,5 mi ketgan. Men o'zi kam pul sarflash tarafdoriman, chunki ko'p pul sarflab qarzga kirib, qanaqadir qiynalib er-xotin yashagandan ko'ra imkoniyatdan kelib chiqib to'y qilgan yaxshi deb hisoblayman. Judayam esimda yo'q. Chunki ota-onam salomat bo'lishsin. O'zbek to'ylarida sizga bitta jihatni o'zgartirish imkoniyati berilsa, nimani o'zgartirardingiz? Ko'p odam yig'ilishini, ya'ni juda ham ko'p odamni ovqatlantirish, o'zgartirish kerak deb o'ylayman. Ko'proq boshlovchi olib borib yuradi-ku, juda ham rasmiyda, unaqa emas. Uni o'rniga rostdan ham kuyovni o'rtoqlari yoki qarindoshlari o'shalar qalbidan, chin dildan, rostdan chiqadigan gaplari bo'lishi mumkin. Yoshligida qanaqa bo'lgan, qanaqadir voqealarni eslashi mumkin. O'sha kuyov bolaki kelin tug'ilgan kun bor, tug'ilgan paytini. Bundan 25 yil oldin jiyanim tug'ilgan edi. Men o'sha kunni eslayman. 18-noyabr mamlaqa havo bo'lgan. O'shanda men deylik haqida kech qotin deb aniq bir voqealarni aytib bersa, mana shu to'y ma'ni fikrimcha jonliroq bo'ladi. Ani boshi o'chi rasmiy gapirib yurgandan ko'ra shu yaxshi deb o'ylayman. Oxirgi payt trendda ko'rgan bo'lishlari mumkin, kapalik uchib yuribdi. Men ularni o'rniga, men mana qilardim. Liba bitta emas, где-то 10 ta, и ular sinxron davomida такой ketma-ket bo'lishi kerak. Liba вообще yo'q. Chunki bitta это men uchun не серьезно. Liba maksimal darajada qilinglar, liba qilmanglar.
Bilmayman to'g'risi o'rtoqlar. Sizlar nimani o'zgartirgan bo'lardinglar? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Tanimagan odamlarimni chaqirmasligimni imkoni. Nimani o'zgartirgan bo'lardim? To что kelin bilan kuyov tepada o'tirmasin, pastda hammani birga o'tirsin degan bo'lardim. Stereotipni o'zgartirardim. Tipa ko'p xarajat qilishadi-yu, tam 700 millionta odamga to'y qilishing kerak. Mana shunaqa qilish kerak. Ammasini, xolasini, uyini o'shani ham chaqirish kerak deyshadi. To'g'risini aytaman, men bu narsaga unchalik yaxshi qaramayman, chunki to'yni faqatgina yaqinlaringiz uchun qilishingiz kerak deb o'ylayman. O'zimning shaxsiy fikrim. Mana Hafiz akadan o'rnak olsak bo'ladi, как будто. Men ham akamdan hozir o'rnak oldim. Faqat yaqinlarni chaqirdilar, skromniy, zo'r to'y qilyaptilar. Shu narsani o'zgartirgan bo'lardim. Men nimani o'zgartirgan bo'lardim? Bitta xullas tadbir bor, kelin uyiga kelib turib, panisni olib turib, panis kimdir nimadir urib, baland ovoz chiqarish kerak. Ana o'shani tek-tugi bilan yo'q qilib yuborgan bo'lardim. Chunki bu slishkim zo'r tadbir, o'shanga yo'q qilib yuborgan bo'lardim. Kelin o'tirmasligini. To'yga borganingizda sodir bo'lgan eng kulgili yoki qiziqarli holat Давайте так. Agarda siz hozir buni ko'rayotganda, men o'sha kuni birga edim deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ana o'sha voqea, agar unaqa demayotgan bo'lsangiz, buni hammaga ayta olmayman. Timur Alixanov to'yiga borganimda, men o'zimcha luk qilganman, kiyinib boshqacha kiyinib kelganman-da. Men taklifnomada o'qimay qolgan ekanman, dress code bo'lgan ekanda. Hamma oq ko'ylak va qora kostyum va galstuk bo'lish kerak bo'lgan ekan, bilmay qolganman. Borsam endi bitta o'zim umuman boshqacha kiyinib olganman, oq pijak kiyib olganman va boshqacha turibdi, oq shimlarda, shunaqa xunuk ko'ringan. Shu esimdan qolib ketgan. Mana yerda lekin yomon istoriya bor. Chunki biz student paytimizda Qashqadaryoda men tug'ilganman, Qarshi san'at kollejida o'qiganman, aktyorskida. O'sha yerda bizga taklif qilinmagan to'ylarga kirardik. Eng kulgili voqea shu bo'lgan. Taklif tez qisqa aytib o'taman. Taklif qilinmagan to'ylarga просто как будто biz qarindoshday kirardik, o'ynab yuraverardik-da. Bir kun shu 1 oy, 2 oydan beri mana shunaqa to'ylarda yuribmiz. Bir kuni shunaqa bitta mujik qarab turibdi bizga. Biz o'tiribmiz, ovqatlanyapmiz. Как будто kirgandan kuyovi yo kelin ismini bilib olasiz. Qaysi tarafdansiz desa, men Jahongirni jiyani bo'laman deysiz, bo'ldi, chiqib ketaverardik vaziyatdan. Shunaqa vaziyat bitta bizga shunaqa qarab turibdi bitta odam. Nima qarab turibmiz, ovqatlanyapmiz. Oldindagi o'rtoqlarim 2-3 ta bo'lib yo'q bo'lib qolishdi. Oxiri men qoldim. Menga qarab, siz 1 minutga mumkinmi dedi. Oxir. Xo'p dedim, men begonani to'yi umuman. Mayli dedim, o'zimni hali ham nima deydi? Sotib qo'ymayapman, to'shta begonaligimni. Mayli deb chiqib bordim. Chiqsam 60 ta ofitsiant turibdi, uni boshlig'i bor. Uni boshlig'i bir oyog'i kaltaroq odam, takoy personaj, o'zi ham qo'rqinchli personaj. Nima turibdi menga qarab, endi so'kiyapti baqirib, "San" deyapti. Birovi oz bergan puliga yeb ichyapsan deb baqiryapti. Endi o'sha yerda sharmanda qildi, hammani oldida, 60 ta ofitsiant oldida bir ting qildi. O'sha oxirgi marta birov to'yga kirganim bo'lgan. O'sha yerda urishdi bizni, so'kdi, studentsan uka, tushunaman, lekin insof zarida dedi. O'sha payt mazam qochib chiqib ketganman. Abrik bilan Imonaning to'yida вообще aynan to'ydan keyin bo'lgan narsa, это o'rtoqlari короче, Abrik oz qizaman deb turgan bola. Mana shu Hiltonda bo'lgan anaqa narsa, Hiltonda to'y bo'ldi, Hiltonda nomer bor edi, nomerga tualetga endi kirayotganda chidamasdan qisib yuborgan. Поэтому men uchun eng qiziqarli, kulgili narsa bo'ldi mana shu. Xullas bunday narsa bo'lgan. Zo'r ashula bo'layotgan bo'lgan. Men hozir o'ynashga chiqaman deb rosa uyalganman. Oxiri chiqqanimda o'sha ashula tugab, boshlovchilar chiqib bo'ldi, hamma o'tirsin joyiga degan. Bo'ldi. Shu eng kulgili holat. Men endi uncha ko'p to'yga boradigan odam emasman. Va hozir eslayotgan eng qiziq voqeam bu. Menga hamma qarindoshlarim xuddi shunaqa o'ynab, "Davay, go o'ynaymiz" deganda, men uyalishim bo'lib o'ynamaganim. Bu eng qiziqarlisi. Axir Alixonov bilan Boburov orasida sevishadi. Xo'sh, orqadagi raqqosni necha pulga chaqirdingiz? Orqamdagi raqqos tekin keladi, bapab tartirdi. Dodalar, buvijonlar mikrofonni ushlab olib tilaklar qiladi-yu, duolar. O'sha payt men buvijonni orasida turaman-da, o'rtog'imga shunday duo qilaman, o'rtoq baxtingni bersin, omadingni bersin deb. Qo'limni ochib olaman, mikrofonni dodaga berib qo'yaman.
mikrofonni ushlab turadilar, duo ochaman. Amin, o'rtoq baxtli bo'lgin deb bundoq boramiz. Shunaqa bo'lgan. Kelin kuyovni tabriklamoqchi bo'lganman, lekin tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'yganman. To'ytepada bir marta to'yda bo'lganman. Boshqa To'ytepaga qadam bosmaydigan bo'ldim, chunki bir kun davomida bir kun davomida 3 ta shikalni ko'rganmiz. Вот. O'shanga shikaldi, o'zbek to'y shikali. Mana shunaqa narsalardan boshlanadi shikal. Постоянный joy bo'lmaydi. Agar to'yingizga istalgan mashhur artistni olib kelish imkoniyati bo'lsa, kimlarni tanlardingiz? 3 ta o'zbek, 3 ta jahon yulduzi. O'zbeklardan kim? Sevara Nazarxon, Yalla, afsus buni iloji yo'q, Botir Zokirov tirik bo'lganlarida. Jahon yulduzlaridan menimcha guruhlar kelgan bo'lardi. Radio Hit kelardi. Agar mumkin bo'lsa, keyin The Smiths, faqat shu ikkita. Munisa Rizayeva, chunki Aylinga yoqadi. Ikkinchisi Munisa Rizayevning ukasi Sori. Ketdi dальше. Так, Sherali Jurayev. Я не знаю. Короче, mana bunaqa. Munisa Rizayeva, Abignali, Ahror Alixonov. 3 ta jahon yulduzi men uchun bu birinchisi Morgensternni chaqirardim. Ikkinchisi Yegor Krit. Uchinchisi pust Oji bo'ladi. Men o'sha to'yim bo'lgan. 3 ta olib kelgan yulduzim bular Jahongir Pozjonov, Ziyoda, Nilufar Usmonova. Kim olib kelgan bo'lardim? 3 ta jahon yulduzidan Max Korsh, Eminem. Uchinchisiga kim olib kelgan bo'lardim? Qaysidir ayol kishida, Billie Eilish balkim. Shunaqa. Jahon yulduzi Jenny, Jungkook и Weekend. Usta o'zbek, Gonsi Ahror Alixonov, Mobil Lolo. Meni o'zi spiskam bor. Vidushiyligiga Otabek Mahkamovni chaqirgan bo'lardim. Tabriklash marosimiga Berdiyev kelardi. Обязательно va deb bir xil videolar oladilar. O'sha akani chaqirgan bo'lardim. Sevara Nazarxon. Mirovoychi? Mirovoy ishda. Mirovoy, Sevara Nazarxon. Jasur Umirov. Mirovoy-ku, Ummon. Playboy Carti, Ken Carson, Ezikit. Men o'zim rossiyalik rapper LJ muxlisiman. Shu LJ o'zi kelib bersa bo'ldi deydi. Qolgani shart emas. To'yda boya aytganimdek begonalar bo'lish kerak emas. Konsta 373 Loud, Sevara Nazarxon. 3 ta jahon yulduzi Irina Kayratovna, Hans Zimmer bitta orkestr bilan chiqib berganlarida zo'r bo'lardi. Va undan tashqari rahmatli Michael Jackson. Munisa Rizayeva, Konsta to'yga chiqmaylar shekil, endi bilmayman. Bo'ldi shekil. Jahon yulduzlaridan beraman bitta, lekin vыбор kam, 3 ta kam bu yoqda. Tanlab olishim qiyin. Точно The Weekend bor. Menimcha valsni Lana Del Rey'ga qilib berardim. Mayli, Taylor Swift bo'la qolsin. Ulug'bek Qodirov, Usmonova va Botir Qodirov chaqirgan bo'lardim. Xo'p, O'zbekistondan, butun dunyodan Justin Bieber, Travis Scott и Michael Jackson bilan o'lib ketgan bo'lsa ham, Skype va Michael Jackson bilan birga hippi qilib beramiz. Chunki men yoshlikda 4 yil o'qiganimda Michael Jackson parodiya qilganman. Men olib kelmoqchi bo'lgan 3 ta o'zbek qo'shiqchilari orasida ko'pchiligi hayot emas allaqachon. Shuning uchun men o'ylanib qoldim kimni aytgan bo'lardim. Menimcha endi Hooligans degan guruh bor, rock guruhi yaxshi coverlar aytishadi. O'shalarni chaqirgan bo'lardim menimcha. Sevara Nazarxon va Konsta Sharif aka. Nimaga Sharif aka? Chunki to'yimda maza qilib o'tirmasinlar, xizmat qilsinlar. O'shaning uchun jahl qilib. Jahon yulduzlari keladigan bo'lsa, Beatles guruhining katta muxlisiman va Paul McCartney hali hayot. Albatta bu orzu hech qachon ushalmaydigan narsa, chunki Paul McCartney to'ylarga deyarli yurmaydi. Yursa ham millionlab dollar turadi. Menimcha Paul McCartney va undan keyin Sting, ya'ni hammamiz bilamiz Sting qo'shiqchi va yana bitta jahon yulduzi, bilmayman uchinchisi kim. Bo'ldi shu ikkita. Albatta bu Via Marakant, Laliddin va Shohruxxon va mana shu uchala insonlarni ham men o'zi olib kelib bo'lganman to'yimga. 3 ta jahon yulduzidan birinchi o'rinda bu Billie Eilish, ikkinchisi bu Bruno Mars, uchinchisi bu Travis Scott.
Так, Michael Jackson, Hitler, еще kim yana? Cristiano Ronaldo, ты чё? Siz bergan eng katta to'yana qancha bo'lgan? 10 ming so'm. Xafa bo'lmanglar. Ko'p to'yana bermaganman hech qachon. 2,5 million to'laganman to'yini. Nimaga? Chunki u to'yda men reklama olganman. Ya'ni kuyov navkariga kirib turib, reklama olsam bo'ladimi deganman. Xo'p deyishgan. Shuning uchun gonorarimni qaysidir qismi to'yini bo'lib ketgan. Yo'masam o'zi 50 ming so'm o'tkazib bermoqchi edim. Unaqa katta bo'lmasa kerak menimcha 200 bo'lgan xolos. Eng katta bergan to'yim ham adashmasam 200 atrofida bo'lgan. Lekin bugun rekord uriladi. $600 eng katta bergan to'yanam. Bugun lekin kunduz $200 olib kelganman. Aka addishi. Zato chin yurakdan, chin qalbdan. Adashmasam $500 berganman eng yaqin o'rtog'imga yoki aldavonman, balki 200 bo'lishi mumkin. Qaranglar. Men bergan katta to'yona qancha bo'lgan? Men qancha to'yona bergan bo'lsam ham, o'sha payt uchun u menga eng katta tuyulgan. Agar men kimgadir 10 ming so'm berganimda, kimdir 10 ming dollar bergan bo'lsa, bilinglar, 10 ming dollar bergan odam shunchaki 10 ming bergan. Men bor 10 ming so'mni berganman. Shuning uchun agar summada aytsak, unaqa ko'p emas, u ham. 1000 bo'lishi mumkin. $100. O'zbekiston to'ylariga bitta urf-odat qo'shish imkoniyati bo'lganda qanaqa urf-odat qo'shgan bo'lardingiz? Xo'sh. Sportifkada kelish imkoniyati bo'lsa zo'r bo'lardi. Masalan, kuyov sportifkada o'tirsa. Masalan, men borib berardim, kasbim yoqmaydi menga. To'ydan oldin kelin-kuyov tibbiy ko'rikdan o'tadi-yu. O'sha tibbiy ko'rikdan haqiqatan o'tishini xohlardim. Tanish bilishsiz, opay beravering iltimos deb. Rostdan o'tsa, baraka topib ko'riladi. Jiddiy narsa bu. Xullas, bitta zo'r urf-odat bor. Kelinning uyiga kelganda panisni olib turib, qoshuv bilanmi nimadir bilan kapkir bilan rasmanaqa urishadi-da. Ana o'sha urf-odatda обязательно qo'shgan bo'lardim. Chunki yo'q bo'lib ketish arafasida qolib ketibdi deb eshitdim. O'rtoqlar bilan kuyov ichib dubl bo'lishini qo'shardim. Amakilar raqsi. Nima ular? Bor, raqs yo'q. G'alati emasmi? Go'rka hazil. Urf-odatlar juda ham ko'p, men minus qilgan bo'lardim ko'pchiligini. Kelin va kuyovni fikrlari inobatga olinishini. Menimcha, chunki все-таки to'y ularniki. O'zbek to'ylarida sizga yoqmaydigan top 3 odat qaysilari? Любой odam o'ynashga chaqirishlar yoqmaydi. Masalan, men o'ynashni yoqtirmaydigan odamman va meni yur. Всё, eng qizig'i ayam. Men o'ynash yaxshi zo'r qarashing. Hop, keyingisi aya kechiringiz yaxshi ko'raman. Просто anaqada hazil yeta olmayman. Uzr so'rayman oldindan. Hop, davom etamiz. Hop, keyin yana to'yda yomon yoqtirmagan narsam. Ovqatlarni bitada bermasligi. 2 so'mka qilinishi. Просто ichim so'mka qolsa kayf qilib ovqat yeb o'tiraman. Ya'ni to'y men uchun bir ovqat yegan joy. Agar meniki bo'lmasa. Menga ana shu shablonni kirib kelish bor-ku, kelibdi degan o'sha shablonni hamma kirib keladigan bir xil kirib kelish bor-ku. O'sha narsa menga yoqmaydi va kelin-kuyovlarni taxtiravonda umuman joydan turmasdan faqat manekenlarga o'xshab o'tirish yoqmaydi. Menimcha shu ikkita. Mana shu ikkita narsani men o'zim to'yimdan olib tashlaganman aytgancha. Birinchisi, kuyov navkarda hamma yoni buzdi ketdi qilib kirib ketish, xullas hamma xuddi stoldagi narsalarni olib ketish burchim deb o'ylash. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi bilmadim, kortejga pul ketkazish umuman ma'no ko'rmayman, to'g'risi. Aytgancha, 3-chi eng yoqtirmaydigan odatim, kelin-kuyov qaysidir viloyatda bilmayman qilinardi. Chimildiqqa kirganda xullas bitta yotqizishadi-da, bitta spalniga, bitta bolani ko'rpasini ustidan o'tkazib yuborishadi-da, katta xotinlar ustidan kulib o'tiradi hamma narsani, va ha deb, bilmayman, bitta izdevательство lekin bu. Ovqat yeyotgan paytingizda kamera bilan kelib olish. Ikkinchisi normalniy DJlik yemasligi. Uchinchisi pul sochayotganda pastdan pulni olib ketib qolishi. Birinchisi bu kelinni uyga kelganda, ya'ni panisni olib turib, ya'ni kapkir bilan qanaqadir urf-odat bor, o'sha narsani o'zgartirgan bo'lardim. O'zgartirgan emas, sizga yoqmaydigan, o'sha urf-odat yoqmaydi. Uchta kasallikka chalingan odam o'rtaga mana to'kuradigan qilib o'ynab bersa, o'sha yoqmaydi. Uchinchisi esa bu nimagadir odamlarni syomka qilishayotganda, ovqatlanib o'tirganingizda kamerachi kelib turib, dunyodagi eng zo'r video olmoqchi bo'ladi. O'sha urf-odatni men sal o'zgartirgan bo'lardim.
Endi men o'zim ham kuyov bo'lganman, turish yoqmaydi menga. Turish, anaqa faqat kelin salom, mamnaqa qilaverish yoqmaydi. Bu bir. Ikkinchisi odat anaqa yoqmaydi. Kelin tarafga nimadir jo'natish va kuyov o'ziga nimadir kiyim-kechak olish. Lutcha hammasidan отказаться qilish kerak. Всё, sevishganlar o'zi birga sразу yasharish kerak. Nikohdan o'tgan holda, конечно. Tak, aytdim, juda ham ko'p odam kelishi dedim. Ikkinchisi, anaqalar bor bilasizlarmi? Irim-sirimlar bor, anaqa kunduz kuni bo'ladigan. Kelin uyida yoki kuyov uyida o'shanaqa irim-sirimlar. Bo'ldi, hammasi обобщительный o'sha. Keyin menga yoqmaydigan deb bo'lmaydi, lekin kelin to'yxonaga kelib, butun restorandagi hammaga kelin salom qilib chiqishi ham ozgina yoqtirmayman. Mani fikrim, okey? Aytsa kelmaslik, aytmasa ham kelishlik va aytsa ham bormasligini bilib turib, aytmasa xafa bo'lish. Tushunarliki, kortej, avtomobil korteji mantig'ini allaqachon yo'qotib bo'lgan. Bu mana kortej nima degani? Kortej degani, qaranglar, men boyman, meni qudratim yetadi, meni va do'stlarimning shunaqa avtomobillari bor deganida. Ya'ni kimdir rostdan shunaqa avtomobillar bo'lgan, mana o'zini Volgasi bo'lgan, 80-yillarda Volgasi bo'lgan, o'rtalarida Moskvichlari, Chaykalari bo'lganda rostdan yurishgan. Uni kimdir ko'rganda, menda ham shunaqa bo'ladi, lekin o'rtalarimda unaqa mashina yo'q. Lekin arendaga olaman deb boshlanganda, bu shunchaki ko'z bo'yamachilik. Shuni tushunishimiz kerak. Ikkinchi odat, bu odat emas, holat desa ham bo'ladi. To'yxonalar akustikasi noto'g'ri qilinganda, quloni bor-u, ezib yuboradi-da. To'yxonalarda bunaqa kolonka bilan bunaqa qo'shiq chiqishi kerak emas. Quloq ketadi prosta. Gaplashib o'tirishga beringlar, iltimos. To'ydachi musiqa pastroq bo'lsa, biz gaplashib o'tiraylik. 5 yildan beri ko'rishmagan tanishim mazza qilib gaplashaman deyman, iloji yo'q-da, qo'shiq ashulani hisobiga. Uchinchi odat bu kuyov navkarlarda kelinning uyidagi narsalarni talon-taroj qilish, hamma narsasini olib chiqib ketish, piyla, qoshularni ham olib chiqib ketishadi. Mana shularni menimcha bas qilishimiz kerak. Uydagilariga gul beradi, o'sha narsa yoqmaydi. Bir kelinni olovda aylantiradi bu ikki. O'sha narsa ashi yoqmaydi menga. И в целом to'yi mamnaqa boshlasachi, kelin bilan kuyov kirib kelmaydi, o'tiradi, odamlar kirib keladi. Прикольно. To'y xarajatlarini kamaytirish uchun nimadan voz kechish mumkin deb o'ylaysiz? Xo'p, birinchi o'rinda ortiqcha mehmonlardan. Ya'ni misol uchun siz tanimaydigan qarindoshlardan, sizga nima desam ekan, bordi-keldi qilmaydigan insonlaringizdan va ortiqcha isrofgarchilikdan, xarajatlardan. Birovlarni oldida zo'r ko'rinishdan voz kechish kerak deb o'ylayman. Hozir hamma emas, ko'pchilik buni to'ydan zo'r qilishim kerak, meni to'yim zo'r bo'lishi kerak, hammani chaqirishim kerak deydigan narsa bor. Shu narsadan voz kechsa, menimcha chiroyli to'y bo'ladi. Mana nimasi kam? Atmosferniy, hammani esda qoladigan kun bo'lyapti. Eng asosiysi rasxod kam. Va ertasi kuni chiroyliroq bo'ladi. Odamlar kredit olib to'y qilyapti ekan. Bilmadim nima qilish kerak, qanaqa fikrlash kerak uni qilish uchun. Eng yomon katta xarajat bilmayman, nechidir ming dollarga kelin ko'ylak olishadi, bilmayman. Mana shuni ayta qolaylik, birinchi o'rinda qolganlari juda ham ko'p aslida. Mana shunda to'xtasam bo'ladi. Hayotda to'y bir marta bo'ladi-da. Ko'pchilikda 3-4 marta bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik holatda o'zi to'y hayotda bir marta bo'lishi mumkin. Agarda brakinglar счастливый bo'ladigan bo'lsa, удачливый bo'ladigan bo'lsa, bir marta bo'ladi. Поэтому to'yga xarajatni kamaytirish не советую. To'yni запоминающий qilish kerak. Butun umringizga, butun umr davomida eslab yurishi uchun to'y qanaqa o'tganligini. Bu sizni xohishingiz, xohlasangiz to'y bo'yidan voz keching. Hech farqi yo'q. Bu boshlash kerak. Men bundan voz kechish bo'lsa, keyin bundan to'ygacha borasiz. To'ydan voz kechish mumkin deb o'ylayman. O'sha keyingisi. Menimcha to'yni kam xarajat qilish uchun kamroq mehmonlar bilan qilish kerak deb o'ylayman. Misol, men o'zim 200 kishilik to'y qilganman. Endi bu kam odam bilan yoki ko'p o'zingizlar kommentariyga yozib qoldiringlar. Yana bilmadim. To'ydan spokойно voz kechsa bo'ladi deb o'ylayman. To'ydan realno. Siz uchun ideal to'y qanday ko'rinishda bo'ladi? Mana orqamda bo'lyapti ideal to'y va menikini ko'rmagansiz, lekin meniki ham ideal o'tgan. Rahmat kattakon. Ideal to'y qachonki to'y tugashini intizorlik bilan kutsangiz. Men uchun ideal to'y bu odamlar haqida narsalar emas. Ya'ni ovqati qanaqa edi, qaysi qo'shiqchi keldi, qanaqa bezak berildi, u haqida emas-da. Odamlar haqida. Odamlar qanchalik o'zini
erkin his qildi, qanaqa qilib gapga qo'shdi, qanchalik qo'shiq, muzika shunaqa zo'r bo'ldiki, ular maza qilib o'ynashdi va haqiqatan ham biling, to'y zo'r bo'ldi, biz ham maza qildik, yaxshi dam oldik deydigan tadbir bo'lish kerak. Mana shu ideal to'y. Короче, men o'ylayman ideal to'y. Вот примерно mana shunaqa real meni mechtamda bor edi, lekin qaysidir Vyetnam plyajida, mana shunaqa. No, примерно mana shunaqa ochiq havoda и так далее. Skromniy ko'p emas и так далее, lekin eng asosiysi bu yerga kelganda kortej жесткий bo'lishi kerak. Lamborghini, Ferrari, Aventador, Porsche'lar bilan, kortej, BMW'lar bilan. A потом keyinda to'yni o'zi skromniy. Вот, это ideal to'y. Mana shunday ko'rinishda, bugungi to'y ko'rinishida. Ideal to'y men uchun kelin bilan kuyov o'zini baxtli his qilgan to'y. Farqi yo'q, u 300 kishilik to'y bo'ladimi yoki shunga o'xshagan noodatiy to'y bo'ladimi? Eng muhimi kelin va kuyov baxtli bo'lsa bo'ldi. Shunaqa deb o'ylayman, yana bilmadim. Men uchun ideal to'y qanday ko'rinishda bo'ladi? Qaranglar. Kelin kuyov tuzgan ssenariy umuman o'xshamagan to'y ideal to'y. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi ideal to'y. Men o'zimni to'yim ideal bo'lganini hisoblayman va mana bu to'y ideal deb hisoblayman. Chunki Hafiz bilan biza va Hafizning xotini endi u payt qiz edi. Men er-xotin o'zim ayolim bilan biz ko'rishib turardik, takoy restoranda o'tirardik, o'sha payt gaplashganmiz. Qanaqa bo'lgan sizlar to'yinglar deganda o'zi aytdik, 60 kishilik bo'lgan, uski bo'lgan, o'sha podvalda takoy diskotechini o'tgan deganimizda ilhomlanardi u. Takoy xursand bo'lib, men ham shunaqa qilaman degan niyatda edi va shunaqa qildi. Juda chiroyli, menga juda ham yoqdi. Menimcha ideal to'y o'zimniki va Hafizniki. Men uchun ideal to'y bu qachonki hamma narsa o'tib bo'lganidan keyin kelinning uyiga keldinglar, shunaqa tadbir bor, ya'ni panisni olib turib, kapkir bilan bunaqa baland ovozda uriladi. O'sha men uchun prям miyani ochadigan. Agar shunaqa bo'lsa, men roziman. Skromniy mana shunaqa men uchun ideal, to'g'risini aytaman. Hafizniki juda ham zo'r to'y qildilar, kompaktniy. Mana bunaqa sadda, prям открытое место, ochiq joy, sad, вообще super. Men ham shunaqa qilaman, xudo xolasa kelajakda. Men uchun eng ideal to'y kelin bilan kuyovi erkin o'tirganini ko'rish men uchun eng ideal. Chunki kelin постоянно mana qilib to'yda bir xilda ko'raman, mana shunda o'tiradi-da. Bu lekin men uchun ideal to'y emas. Qanaqa mehmon ham mazza qilishga даже bilmayman. Kelin kuyov mazza qilib o'ynab, mana o'rtaga tushib, yurib, xolaganini qilib, o'zini kunida mazza qilsa, men uchun shu mehmon sifatida mazza. Примерно shunaqa. Примерно. Kamchilik 100 tadan ko'p bo'lib ketsa, уже vahima, уже yoqmaydi. Men o'zim ham to'yim bo'lganida, xudo xolasa 100 ta odam kelish kerak emas. Iltimos kelmanglar. Men uchun ideal to'y bu oradan bir necha yillar o'tsa ham ertaga o'zingni baxtli his qilib, ana shu to'yingni arxivini ko'rib, onajonisi biz haqiqatdan ham baxtli va chiroyli oilamizda to'yimiz haqiqatdan ham go'zal bo'lgan ekan deb yaxshi xotiralar bilan eslasangiz, ana shu eng chiroyli to'y bo'ladi. Salomat bo'linglar. Mana kunduzingni to'yiga kelinglar. Mana shu eng ideali. Teacher Azamolloh. Do'stlar, Shovqin YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Sizlar uchun esa maxsus kunduzingni to'ydan Timur Alixonov bo'ldi. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Hafiz baxtliman. Qo'sha qaranglar. Rahmat.